Assalamu alaykum muhtaram ko'rurman do'stlar. Erkin Asiya radiosi tor televiziyasi xush keldinglar. Tutqunlikdan Hörlükkiche jazo lagerlarida ko'rganlarim temasi bo'yicha bugun maxsus sayfimizni boshlaymiz. 2 o'g'il, 1 qiz bo'lib, 3 kezak bola tuqqandan keyin amdila 2 oylik bo'lgan bolalarni elib Misrdan yurt charchanga qaytgan Mehrigul 2015-yili 5-oyning 13-kuni Ölümçi aerodromida Xitoy davlat xavfsizlik xodimlari tarafidan tutqun qilindi. Bir balasining o'lib ketishi, qolgan 2 balasining saqsiz bo'lib qolishi sababli Mehrigul 3 oydan keyin Ölümçi Xijasan turmasidan kepillikka qo'yib beriladi. U 2017-yili va 2018-yillarda yana 2 qitim Charchan noyilik davlat xavfsizlik idorasining tutib turish o'rniga oylarcha qamab qo'yildi. Mehrigul 2 balasi bilan Xitoydagi Misr elchixonasining himoyasiga erishib, 2018-yili 4-oyning 28-kuni Qoiraga qaytib keladi. Kulpatlik kechirmishlarni boshdan kechirgan Mehrigul yaqinda Amerikaga yetib keldi. U Xitoyning Uyghur elida qurgan jazo lageridan qutulib chiqqan tunji Uyghur ayol shohid bo'lish sifati bilan Erkin Asiya radiosi Uyghur bo'limining ziyoratini qabul qildi. Assalomu alaykum Mehrigul. Va alaykum assalom. Amerikaga xush keldingiz. Rahmat. Siz chiqish oldidagi, ya'ni siz vatandan ayrilish oldidagi charchan o'zgarib qanday bir holatga kelgandi, ya'ni shu Xitoy hukumatı Uyg'urlarni turkum lagerlarga solashga boshlagandan keyin. Bizning charchan noyasi bir qumliqning o'ttirisiga joylashgan noyati bir kichkina bir yurt. Lekin xalqlar shunchalik tabiiy, sodda, shunday mehmondo'st, bir-birimizga yordam qiladigan, haqiqiy Uyg'ur tupini saqlab qolgan bir go'zal bir hamma narsa tabiiy holatdagi bir yurt edi. Hozir charchan desangiz yurkim shunday tirab ketib bordim. Chunki har bir millatning o'zining tug'ilib o'sgan yurtiga shunchalik mehr bo'ldim. Lekin men chiqishdan burun charchandan shu qadar tez ayrilishni umid qilib ketdim. Chunki hozirgi charchan hech bir buvaylarni, kichik bolalarning kulkusini anglab bo'lmaydigan, sularning chaqirganlarni ko'gil bo'lmaydigan, hech bir tunishlar yo'q, boshqa bir usti uchuq turma bo'lib qoldi. Ular ne ketdi? Tunishlar, tuqqanlar, yoshlar tarbiyalashda ya bo'lmasa lagerlarda ya bo'lmasa o'zdiraksiz yo'qoldi endi ular. Har yerda shu Xitoyning saralash mashinalari, saqchilar, kameralar, normal turmush yo'q. Bir-birimiz bilan salomlashmaymiz. Tunishlarni uchirsak-mu tunmagan bo'lib o'tamiz. Ashunday holatda. Siz 2015-yili asli Misrga qaytgan. Nima sabab bo'lgandi sizning Ölümchiga qaytishingizga? Chunki men 2015-yili Misrda 3 farzandlik bo'ldim. Bir aqlam, 2 o'g'il, 1 qiz. Shundan bu yerda yo'ldoshim bo'lsa ishlayotgan bo'lgan ekan. O'liklar yo'q, men balalarni beqishib qilib berganga. Shunday balalarni vatanga qaytib opam dadamning beqishda azroq cho'ngaytib bo'lgan ekan, andika qaytib kelay. Deb shu 3 balani elib vatanga shu zotdan Opamizdan bir yordam tilab mangandingiz. Ha, opam yordam tilab berish uchun. Shu pasportni tekshirish kirgan vaqtda shu yerdan pasportim bilan meni oyoq uyga kirdi, boshqa uyga kirib shu yerda so'roq bir narsani qilib, shu balani biz tutib turmiz, mana boshqa soqchilar nima qilib turdi deb. Vatanni tugaydi deb ochiqdi. Hamniyat shu 3 soat shu so'roq qilib bo'lgandan keyin andagi shu yerdan beshimga xalta kiygizib, qo'limga qo'yib boshqa bir eshikdan epmanim qana qildi. Tutqundan keyin ona sutidan ayirib etilgan bu vaqtlar qattiq og'rib, oxiri 3 kezakning ichidagi cho'ng o'g'il doktorxonada jon uzdi. 7-oyda shu balaning mijozi yo'q ekan. Har vaqt seni chaqirib ahvol so'rashimiz mumkin deb kepilga qo'yib berdi. Qo'yib bergan kuni doktorxonaga bordim. Hadisi shu balam tugab ketdi. Ang cho'ng'di, ang eg'ir tug'ilgan 1 kilo 800 gram tug'ilgan, salomatlik ang yaxshi balam. 3 yil balani o'xshashli mashinadan kesib operatsiya qilibdi bularni. Ularga bir narsa yemaydi ekan, mashinadan kesib oshqozonga sut mang'izib demish. Meni normal emadigan bolalar u qandaqsiga bir narsa men yemadi, men hech narsa o'qimadim. Balamni ashlar o'ltirib etdi hisobda. Balamning o'ligini berdi, qarang.
Balam faqat uruqlab, kichiklab, balam tugab ketar bo'lsa, tug'ilib tugab kelsa bo'ldi. Ama onun pasportları tartib elinib Misirga qaytish turmaq, hatto bir yerga berishimi cheklandi va uyiga nazarband qilindi. O avvalda shu balani birisini ko'mdim. Balının azabı, ikkisini emitish, doktorxonada davolash. Shunday qizimning ko'zini operatsiya qilish. Yo'ldishingizdan xabari yo'q. Yo'ldishim bilan men kelgan payt aloqalashamadim, chunki telefonimni nasib badi chet el bilan aloqalashmaysa dedi. Shu chiqqandan keyin yana qancha oydan keyin akir ketdi? 2017-yil 4-oyda kirib ketdi. Ürümchidan nima sababdan tutgan bu odam material miya keldi deb Chechendan chaqirib tutdi. Eng qiynalgan, eng jazolangan vaqtim shu 2017-yil. Shu so'roq 4 kunda so'roq qilib bo'lgandan keyin, andan keyin bizning oylik doktorxonaga tekshirishga apadi shu qo'limda ko'yza, putumda ko'yza, qo'lim bilan putumning oraliqda bir zanjir bir ko'yzni bog'laydi. Beshimda qor xalta, o'zimning kiyim bilan al bilan qon oldi, sudik tekshirdi, qon bosimini o'lchadi, yurak, o'pka, jigar hamma narsalarni tekshirish tugagandan keyin tutib turish o'rniga sulig'ila apadimni. Sulig'ila apaganda, ya'ni o'zingizning kameraga kirgich yana nimalar bo'ldi? O'zingizning kiyim bilan kirdingizmi? Yo'q, kameraga kirgich ikki saqchi, bir ayol saqchi butun kiyimimni soldirib qilib holatda qo'liga palak kelib pislab nima qildi, tutib badanlarimni. Andan keyin turmaninki kiyimini akeldi. Turmaning kiyimini ko'k kiyim kiyib qilgandan keyin bir seriqchilarga berdi. Seriqchilarning ustida sening nomering bor deb. Mening nomerim 54. 54. Ha. Seriqchilarga asli ig'ir darajadagi siyosiy. Bunaq odamni yo muddatsiz hamda yo bo'lmasa o'lim jazosi ashunaq berish kerak ekan. Xitoy saqchininki deganda sening nomering 54 deganning ma'nosi o'sila degan ma'noni bildirdi ekanda, men o'ldim degan gap. Demakchi bo'lgani shu. Shu Misrda o'qib kelganingiz uchun. Misrda o'qib kelganligim uchun amaliyotda men Misrda Angliya universitetida o'qigan. O siyosiy bir narsalarga qatnashib baqilgan. Qancha odam bir kamerada? Menda zot kirgan vaqtda 40 necha odam bordi. Men chiqib ketgan vaqtda shu, chunki har kun atdiganda sanoq sanaymiz. 68 ayol. O arliqda natijada chiqib ketadi, o'lib qoladi, yotgaymiz deydi. Hammasi Uyg'urlar. Eng cho'ngi 62 yosh. O abash deb ketdi. Eng kichigi shu 17 yosh. Bularning jinoyati shu yog'liq artgan ya bo'lmasa ba'zilari ig'ir jinoyat o'tganlar bilan salomlashgan. U yerda paralanish mumkin bo'lmaydi, lekin ba'zida yotganda past ovozda o'tirib kunda bir 2 soatda bir 5 minut o'tirib o'rganish qilamiz. Shu vaqtda yadilam. Shu vaqtda deb kitobni o'qib turib so'raymiz yig'layotganlarga, siz nima ismingizni nima sababdan kirdingiz deb. U kamera cho'ngmi, menga kameraninki shaklini ichida nimalar bor, bir inchigarak tasvirlab bera olamsiz? Men yotgan kamera 210-kamera. O bir temir rishatkaliq eshik bor teshida, ichki tarafda bunday bir qilinliqda yana bir po'lat eshik bor. Uni shu asharni kompyuter orqali ochadigan manchini kamerani ostida po'lat eshik ochilgandan keyin rishatkaliq eshik bor. Odatda bir kim chiqolmaydi u yerga. Kirgandan keyin shu bir yanda bir taraf qilgan yer bor. To'saqmi yo'q uninki. Ochiqlam. Ondan keyin eshikdan kirgan ma'qul tarafda bir shkafdek tamg'i mixlaqliq tushuk bunday yer bor. Shkafdeklam shkaf emas amaliyotda. Siz yo'q qachilarimizni tamoq bergan qachilarni shu yerga qo'yamiz. Har birisimizning birdan lungusi bor. Endi mening lungam yo'q endi u yerda. Chunki burun bir shikil bo'lganlar bo'lgan ekan, ularga lungusi ketgan. Biz mana 3-4 oy bo'lganlar yo'q. Mishada bir narsani so'rashni unutib qolma. Ish kiyiminglar bormi, yo'qmi? Hech qanday ish kiyim, ish mayka, hech qanday narsa, kichkina halqa bo'lsin, hech qanday narsa, chechimizmi uzroq bo'lsa, kiysa bitadi. To'rt tarafda kamera bor. To'rt tarafda kamera bor. Bir yig'mi to'g'rilab
mı o çağda? Aa. O bir matraptikiler anı gördü, makamera anı gördü. Önün hem içini enak görüp duruş gerek. Çırak var, bir çırak keç gündüz öçemeydi o çırakni. Işıktan kirgen vakitte ma on kolturumuz tamda mançılık bir tüşük var. Bu tüşük mundaq bir reşat galetde, andaki yine bir qara eynek var. Bazı o qara eynekni azırak kötürüp koydu, şu yerden keçileri çarlaşlar mundaq qaraydı bizlerge. Mundaq qarzaq bazılan, mesela siz bilen men paranlaşkan bolsam, 54. numur kasılap kettin ya, nemiş gep qilsa, gep qilma. Tamağınızı kesip, tamağını vermeyimiz de mundaq deydi, onu agahlandırış berdi, gep qilmaymiz. Nerede uxlaysızlar? Qandaq yerda? Bu yerda. Ya, Simont mu? Ya, Simont, ta. Simont. Ya, Daq yerda uxlamısızlar? Daq yerda. Ama o tam tarafda hamimizning 7dan yotqan bor bizningki, o harbiylarning yotqani, harbiychi yotqan. Ketib shuni bizni ketgan. Shu attiganlik turib shu yotqanlarni yig'imiz, kechki yatilgan vaqtda shu yotqanni butun yerga solamiz. Uni bizga yetish uchun emas, ashuni yig'ib, harbiy holatda yig'ishni mashq qilishimiz kerak. Bu 60 necha odam yoki 40 necha odamga uning ichida bir sizlar mas'ul bo'lamdi yoki Kanşso deydi bizda, so jamba başlayıp. Ondan keyin o yerda bir 200-300 Gwenjav deymiz, türme saqchisi. Bizlarni boshqurdiganlar, qurolliqlar ustida manchalik bir tüşük bor. Havo almashtiramiz deb o tüşükni ochdi, shu tüşükdan qaraydi bizga. Üstümün meydan kanamda aşağıda mağdı eken, iştilar mağdı, saqchilar. Saqchilar aşağıda mağdı eken. Üstünlarda demekçi. Demekçi bu asli kamera yerinin astığı yasalgan kende demekçi. Şunda mı? Siz kirgende şunu his kıldınız mı? Eski düştünler mi ya? Oңғы burul, solғы burul deb uqmud ben öyge mağdıq mı nerede kömüdüm lekin köremeymen. Siz şu yani tutup duruş oruna kirip tekşürüştün ötüp hop kameraga kirgiçi mi beşinizden haltı evitilmedi? Evitilmedi. Yani birinci gün qandaq başlanğını esingizde mi? Nimelerni qıldınız? O günü men kirge vaqtim saat 9'ga yaqin vaqt eken. Şu haltını evetdi, qarap turib qaldım. Çünkü men oylag'animda meni yalğız qamab qo'ysa, qo'rqib qanday qilaman dedim. Kirgandan keyin shundoq sabiy, shunday yiqimliq, shunda chiroyli kamerada qolib chiqib ketdi, hammasi men qarab yig'lashib ketdi. Yig'lish men qo'rqdim. Birsi men chapinimga tiqib olgan non batdi, momo batdi, yemsiz dedi. Endi birsi turib andakin su yo'qmi birasinglarda degan. Dedi, yo'q, men su yo'q dedim, men qo'rqdim. Qarab nima qilsam, hammasi men burun ko'rgan, bir maktablarda o'qigan, ismini o'qimayman. Doktorxonalarga borgan, meni tekshirgan, shunda esil ko'rdigan doktorlar, shunda esil yaxshi o'qituvchilar, hammasi shular ekan. Men chunki uzoq bo'lgan kamgil bu insonlar nega ketgandi deydim, lekin hammasi shu ekan. Shunda chiroyli. Kichikina qizlar, cho'ng opashlar. Men yig'ildim, yig'lab ketdim, yig'lasam yig'lamang. Balam yig'lamang dedi birisi. Acha yig'lamang. Yig'lamang biz mishadigu. Dedi birisi turib, qo'lingizni bek midratmang, ko'z chingib ketadi bo'lmasmi, qanab ketadi dedi. Ma'qul dedim. Boshqalar oyatni vaqirda gap qilishma, hamda yosa hammamiz yetadigan vaqt bo'ldi, tayyorlanglar. Ma qizola bugun jibarda turmusun dedi. Adam shunda jiq. Kechida hammamiz beshimiz mushalatda tuz yatimiz, midrashga ruxsat yo'q, o'rlayolmaymiz, yan tualetda. Mishalarimiz ko'krab ketadi, yetaverib chun. Bumuz patmaydi. Qolgan patmaganlar shu 10dan 15dan o'rturdi. 2 soat uxlab bo'lgandan keyin qolganlar qo'pidi oltirdi. Aşındada hem tanıdığı kecha. Xitoy doiralari 2016 yilning oxirlaridan boshlab lagerlarni kengaytib qurishni davom qilmoqda. Shahidlarning bayonlaridan Xitoy doiralarining Uyg'urlarni tutqun qilish doirasining va ko'lamining favqulodda zo'rligi sababli rayondagi barliq turma, tutib turish o'rinlari yetishmay, hukumat boshqurishidagi bir qism maktablar, hatto ba'zi ma'muriy o'rinlarning lager o'rinda ishlatilayotganligi oshkorlanmoqda. Ömrüde hiç qandaq bir cinayet ötküzmegen 29 yaşlıq yaş ana Mehrigül Tursun, ana şunda qabahatlik lagerlarning biri bo'lgan Çerçen aylik Dövlət Amanlıq Qoğdaş İdarəsinin tutub turuş o'rnidan qutulub chiqib, radiomuzning ziyoratini qabul qilgan tunji ayol shahid.
Mehrigülning bayon qilishicha, u 2017-yili 4-oyda ikkinchi qitim qayta tutilgan mezgil Xitoy doiralarining Uyg'urlarni keng ko'lamlik lagerlarga qamashni kuchaytgan mezgili edi. Bu chaqda uning og'riqchan qo'shkezak bolalari amdila 1 yoshdan oshgan. Uda 4 kecha kunduz qiyin qistoqqa elinib, tayoq zarbisidan bir quliga anglamas bo'lib qolgan, beshiga qariq xalta kiydirilgan, put va qo'llariga kishan silingan, chechi tushirilgan 54-nomerlik mahbusga aylangan Mehrigul Tursun 210-nomerlik qabahatli kamerda kun va tunni qandaq o'tkazdi? Mehrigul yana qandaq qo'rqinchli qismatlarni beshidan kechirdi? Tokki chetib xo'rlash usuli bo'lgan yo'lvas o'rindiq zodi qandaq narsa? Ölüm Girdabidin Hörlükkiche Xitoy lagerlaridagi fojialar sayfimizning keyingi qismida shoid Mehrigul Tursun tutib turish o'rnida, ya'ni hozir Uyg'urlar lager deb atavatgan o'rinlarning birida o'zi shahid bo'lgan ana shundaq qo'rqinchli jismoniy va psixikalik xo'rlash usullarining tafsilotlarini oshkorlaydi. Kelar hafta ko'rishaylik.